Joriy yilning 11-maydan 24-mayga qadar fuqarolarni xorijdan olib kelish bo'yicha ayni damda charter reyslarning jadvallari tayyorlangan. Hozir mana shu charter reyslar jadvaliga to'xtalib o'taman. Demak, 11-may kuni Toshkent-Frankfurt-Toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshiriladi. Mazkur parvoz Toshkentdan 5:45 da uchib ketadi. 12-may kuni esa Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshiriladi soat 7:20 da. 13-may kuni esa Toshkent-Istanbul-Toshkent yo'nalishida soat 7:40 da parvoz amalga oshiriladi. 14-may kuni esa Toshkent-Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishida 8:35 da reys amalga oshiriladi. 15-may kuni Toshkent-Dehli-Toshkent yo'nalishida soat 12:00 da. 16-may kuni esa Toshkent-Rostov-na-Donu Toshkent yo'nalishida soat 11:00 da. 17-may kuni esa Toshkent-Qozon-Toshkent yo'nalishida soat 11:00 da. 18-may kuni esa Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida charter reys amalga oshiriladi. Parvoz soat 7:20 da boshlanadi. 19-may kuni esa Toshkent-Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishida soat 8:35 da parvoz amalga oshiriladi. 20-may kuni esa Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshiriladi. Mazkur samolyot soat 7:20 da Toshkentdan havoga ko'tariladi. 21-may kuni esa Toshkent-Istanbul-Toshkent yo'nalishida charter reys amalga oshirish rejalashtirilgan. Mazkur samolyot soat 7:40 da Toshkent aeroportidan havoga ko'tariladi. 22-may kuni esa Toshkent-London-Toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshirilishi belgilangan. Ushbu parvoz soat 14:00 da Toshkent aeroportidan boshlanadi. 23-may kuni esa Toshkent-Novosibirsk-Toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshirilishi belgilangan. Ushbu samolyot soat 13:00 da Toshkent aeroportidan havoga ko'tariladi. 24-may kuni esa Toshkent-Sharja-Toshkent yo'nalishida parvoz belgilangan. Bu yo'nalishda parvoz etuvchi samolyot soat 11:00 da Toshkent aeroportidan havoga ko'tariladi.